Assalomu alaykum. Peshog'or g'ori hududidan gapiramiz va ko'rsatamiz. Xullas kalom, mana shunday sharoitlar qilinayotgan paytda bu yerga kelib ketuvchilardan yaxshigina bir bu yerga ham esdalik dastxatlar qolyapti-da. Bu dastxatlar bu obyekt uchun kerak emas deb o'ylayman mana. Xullas kalom bu tomonda ham mana. Tepaga quyla chiqasan. O'tgan galgi kelganimda bu holat yo'q edi mana. Yozib hamma chizib boshlabdi. Qisqa qilib aytganda men demoqchimanki, o'sha Peshog'or hududida g'orni ko'raman deb kelib ketuvchilardan iltimos qilardimki, hududga yozish uchun keladigan bo'lsangiz kelmang iltimos. Tabiat manzarasidan, tabiiy yodgorligimizdan, tarixiy joylarimizdan bir bahramand bo'laman, shu o'zimga bir dars olaman deb kelish maqsad bo'lsa, bemalol. Lekin mana bunday holatlar yozish, toshga o'yish, men buni qoralayman va ogohlantiramanki, buning uchun ma'muriy javobgarlik bor. Belgilangan tartibda agar kim shu hududda qolaversa boshqa madaniy meros obyektlarimizda tahqirlash, yozish, chizish, boshqa holatlar uchraydigan bo'lsa, noqonuniy holatlar uchraydigan bo'lsa, madaniy meros ayamaydi. Iltimos qilardim sizlardan. Bir joyga borgandan keyin o'zlaringizdan bir qoldirib ketmanglar. Iltimos. Hamma joyni musul qilganimiz yetmaganda yoz chizam ko'payib ketdi. Iltimos qilardim. Iltimos, mana shunaqa yozuvlar qilmaylik. Eng muhimi, kelajak avlodga bizdan yaxshi narsalar qolishini xohlaymiz. Biz to'g'rimizda ularda yaxshi fikrlar bo'lganini xohlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.